حي على الفلاح. Sabr qiling. Siz kasal bo'lib qoldingizmi? Sabr qiling. Yomon bilan sinaldingizmi? Sabr qiling. Alloh sizni ajrashishingizni taqdir qildimi? Sabr qiling. Alloh eringizni vafot topishini iroda qildimi? Sabr qiling. Siz ko'z tegish, yo sehr, yoki hasad, qashshoqlik, yoki ishsizlik, yoki turmush qurolmay sinaldingizmi? Sabr qiling. Sabr qiluvchi erkak va ayollarning mukofotlari bog'ida sayr qilib chiqamiz. Sabrli erkaklarni va sabrli ayollarni vasf qiluvchi oyat nozil bo'ldi. Va men sizni ilojingiz boricha bu oyatlar soyasi ostida yurishingizni so'rab qolaman. Vallohu yuhibbus sabirin. Sabr eshigi orqali Alloh sevgan bandalari qatorida jannatga kir. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Bilasizmi, jannat eshigi yonida turgan farishtalar iymon keltirgan erkak va ayollarni qanday qarshi olishadi? Farishtalar ularga aytishadi: Salamun alaykum bima sabartum. Ey jannat talabida bo'lganlar, ey jannatga intilganlar, musibatlarga sabr qilganingiz uchun, kasallik bilan, farzanddan mahrum bo'lishlik bilan, yomon bilan, avtohalokat, boshqa musibatlar bilan sinalib sabr qilganingiz uchun sizga salom bo'lsin. Va bashshiris sabirin. Kim ular sabrlilar? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Siz ulardanmisiz? قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alloh siz bilan eringiz ajrashishini iroda qilibdi. Xo'sh, muammo nimada? إنا لله وإنا إليه راجعون. Alloh sizga dard berishlikni iroda qilibdi va u kasallik uzoq vaqt sizdan ketmayapti. Alloh siz hali ham farzand ko'rmasligingizni iroda qilibdi. Xo'sh, muammo nimada? Siz uchun shu qadarni, shu alamni, shu musibatni belgilagan zot bu Alloh azza va jalladir. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Bu oyatlarning barchasi sabrli erkaklar, ayollar uchundir. Payg'ambarlardan birini Alloh og'ir, u uzoq xasta bo'luvchi dard bilan sinadi, ammo u sabrlilardan edi. Alloh u haqida nima dedi? إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Alloh bilan qasam ichaman. Ey xastaliklar bilan, tashvishlar bilan sinalganlar, sizga shu oyatlar taskin bermaydimi? إنا وجدناه صابرا. Siz sabr qiluvchilar qatoridanmisiz yoki norozi bo'lib g'azab qiluvchilardanmisiz? Nima uchun ey Robbim, qaysi gunohim uchun? Nega ey Robbim menga yordam bermayapsan? Nega men hanuz xastaman? Bunday qilma ey Robbim, men charchadim. Yo'q, bunday deyish mumkin emas. Hech qachon ehtiyot bo'ling. O'z shikoyatingizni Allohga ayting. وأفوض أمري إلى الله. Yoqub alayhissalom kabi bo'ling. Yoqub alayhissalom nima degan edilar? إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Nima uchun faqatgina Allohga? U aslo maxluqotlarga shikoyat qilmagan edi. وأعلم من الله ما لا تعلمون.
Yaqub alayhissalom Alloh Karim zot va o'z karamidan berishini bilardilar. Shuningdek Alloh yaqin va u unga javob qaytaradi. Hamda Alloh rahimli, unga rahm qiladi va Alloh shifo beruvchi, unga shifo berishini bilar edilar. Bir ayol mening do'stlarimdan birining singlisi. Alloh uni ko'plab kasalliklar bilan sinadi. Ulardan o'simta, qon tomirlarining tiqilib qolishi, u so'zlash ne'matini yo'qotdi va homilador bo'la olmadi. Keyin uning eri u bilan ajrashdi. Mening do'stim aytadi, Allohga qasamki, mening singlim juda og'ir qiyinchiliklardan o'tdi, ammo Allohga qasam, u sabr qildi va Allohning mukofotidan umid qildi va Alloh bitgan qadariga rozi edi. Keyin u aytadiki, singlim komaga tushib qoldi va biz uni shifoxonaga olib keldik. Kunlar o'tdi. Men uni oldiga qatnab turdim va bir kuni kelganimda, subhanalloh, u o'sha kuni tilga kirdi va aytdiki: "Ey Muhammad, men bugun tongda qandaydir ovoz eshitdim." U ovoz aytdiki, ya'ni u bilan xuddi kimdir gaplashayotgandek bo'lib, shunday debdi: "Oz qoldi. Oz qoldi. Va sen Firdavsul a'loga yetishasan. Jannatning eng yuqori qavati. Oz qoldi va sen Firdavsul a'loga yetishasan." Aytadiki, so'ng u komaga kirdi va joni uzildi. Alloh uni rahmatiga olsin. Bu ovoz olamlar Robbisi Alloh tomonidan kelgan malaikalarning ovozi bo'lishi mumkin. Uni jannatning eng yuqori darajasi bilan xursand qilish uchun kelgan bo'lishi mumkin. Innallazina qalu robbunallohu thumma istaqamu. Bu oyatni yaxshilab tafakkur qiling. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. Buning barchasi o'lim vaqti sodir bo'ladi. Farishtalar mo'minlar va mo'minalarga kelishadi. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Qo'rqmang ey Allohning dinida bo'lishlikni o'zi uchun tanlaganlar. Qo'rqmang ey Alloh sevadigan va u rozi bo'ladigan narsaga intiluvchilar. Qo'rqmang ey Alloh uchun hayo hissini sezayotganlar. Qo'rqmang ey hijobini muhofaza qiluvchilar. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bu singlimiz vafotidan oldin Firdavsul a'lo jannati bilan bashorat berildi. Allohdan uni jannat ahlidan qilishini so'raymiz. Uning sabrini esa u undan rozi bo'lishligiga sabab qilib bergan deb Allohga yaxshi gumon qilamiz. Bu opa-singillarimiz uchun eslatmalar va Allohdan uning go'zal ismlari bilan so'raymanki, u barchamizni jannatga tushish uchun intiladiganlar qatorida qilsin. Hamda mehribon Alloh subhanahu va taolo roziligida hayot kechiruvchilardan qilishini va Robbimiz azza va jalla rozi bo'ladigan yaxshi amallar qilishimizga hamrohlik qilishini va yana undan bizlardan rozi bo'lishi uchun bizni oxirgi amallarimiz solih bo'lgan holatda huzuriga ko'tarishini so'rayman. Va sizlarga diqqat bilan tinglaganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman.